Assalomu alaykum jamoat, mashallah. Bunaki, mashallah. Bugungi kunimizda 3 soatga uy chiqdi. Alato shvitser. Mashallah. Buna qaranglarchi. Gelinler ne deydi? Mashallah. Turpoqtori shvit. Krasniya. Nima deb qo'ydi? Buni ayvay sutni qilmasi. Krasniya estonskiy paroda bu. Birinchi tug'ut ekan, mashallah. Buna qaranglar, gelinler. Qog'oz gelin deb qo'ydi buni. Tushungandirlar uchun bilak buni. Mashallah. Turpoq urg'och ekan. Bahasini 165 ming so'm qo'ydi. Birinchi tug'ut, danli moment 10 litr sutga garantiyaladi. Birinchi tug'utimda. Mashallah, ushudan qolmangizlar tug'anlar. Bu paroda uyda o'zi biladi. Sağ sutga ishlagandachi. Uylar soquluqdan chiqdi. Mashallah. Birinchi uyimiz bunaki. Bahası 165 ming so'm qo'yildi. Ikkinchi uyimizning bahası mana alato. Ber jag'ili 10 litrning ustida suti bor deydi. Urg'ochi balasi shvit. Bahası 175 ming so'm. Cho'ng uy ekan ayol. Bunaki, mashallah. Buning balasi tug'ilganda bir jumalik bo'lar ekan. Bunaki. Toza shvit ekan. Искусственно quyilgan bunaki. Shvit xunaj. Turpoq. Bunun bahası 175 ming so'm. Kanalga qattiq like'dan bosib ketingizlar.